Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozir men o'zim uchun test qilib, sizlarga ulashyapman o'sha narsani. Bamperlarga nima uchun oddiy shpaklyovka surtib bo'lmasligini ko'rsatib beraman. Qaranglar. Shpaklyovka stiklovolokno, universalniy shpaklyovka, finishniy shpaklyovka и Navol brendiga tegishli bamperlar uchun специально для plastik shpaklyovka. Xullas qaranglar, mana stiklovolokno, buni уже sindirdik. Boshqa video olindi chunki o'sha videoda sindi-da. Ko'rib turganingizda bu qattiq bamper sal tegsa уже mana treshchina berib ketadi. Mana ko'rib turganingizda mana boya sindirganmiz. И mana bu universalniy shpaklyovka, bu ham sinib ketyapti. Salga mana ko'rganingizda sal teginsalaring sinadi bo'ldi. Bu mana bu shpaklyovka, finishniy shpaklyovka, bu ham ozgina qiyshaytirsa o'zi sinyapti. Mana ko'rib turganingizda mana buni lekin biz pachag'ini chiqarib tashladik. Bu mana qaranglar. Ko'ryapsizlar-a? Buni qachonki sinadi, mana shunday ushlab, mana shunday ushlab, mana bunday qilgan vaqtingizga sinyapti. Lekin bularga o'xshab turib, mana bunday qayirsangiz, umuman sinmaydi. Ushlab turib ko'ryapsizlar-a? Mana. Mana bu tomonni ham qaranglar. Ana shunday qilsa, faqat sinyapti. Dakansa ezgan vaqtiga buni bu tomoniga nima qilib, уже bu tamom bo'lgan. Hozir bunaqasiga sindirib ko'rsatamiz. Qaranglar. Ko'ryapsizlar-a? Mana shunday qayirsagina sinadi. Lekin mana bunday qiyshaysa ozgina nima bo'lganiga uncha sinmayapti. Mana o'rta holatini qaranglar. Hakto video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, usta tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Bamperlarga bu shpaklyovkadan surtib yurmanglar. Faqat plasmassa o'zining shpaklyovkasi bor, o'shanda ishlatinglar.